Size başlıyoruz. Assalamualaikum hürmetli tadbirkorlar. Bugün 4 aprel navbatdagi tadbirkorlar bilan uchrashuvimiz ochiq tabiatimiz. Bular xabarlarimiz bilan hozirgi bo'lib turgan o'zgarishlar, bo'lib turgan yangiliklardan muhtaram prezidentimiz tashabbusi bilan aynan shu tadbirkorlar bilan uchrashuv tashkil qilish. Bundan maqsad aynan banklarni to'g'ridan-to'g'ri nimalarga bog'lab, hududlarga chiqqan holda tadbirkorlar bilan uchrashib, ularni muammolarga yoki bir qo'shimcha yordam kerak, kreditdan boshqa nimada hammasini shu joyida bo'lgan joyda bartaraf etishni maqsad qilib, buning arkasından tadbirkorlikning rivojlanishi, qolaversa qo'shimcha ish o'rnlari yaratilishini aynan ko'zlab qilingan tadbir. Yani hazır haberlarınız var. Bizden hazır aynen şu prezidentin teşebbüsü bilen bir katar kararlar çıkıp bula boyunca mesela fukaralara, yani cismani şahıslara bir kança imtiyazlı kreditler, yengitler, bank mahsulatları açıldı. Yuridik şahıslar için hem aynen tedbirkarçılıkını başlaş, yani rivajlandırış maksadında olan yuridik şahıslar için hem yengi karar bilen ana imtiyazlı kreditler cari kılıngan. Yani bunları birinçlikten hazır sizlere düşündürediğim olsam, özünüzü ben kılgan cismani şahıslar için PK7'den kararımıza asasen 5 milyon son, bir yıl müddete. Ya bu masa aynen biznese kömek diyen kredi mahsulatımız var. Bu şu özünüzü ben kılgan cismani şahıslar için o 7 milyon son maçı 4 yıl müddete 6 ay imtiyaz devri bilen kredi mahsulatımız cari kılındı. Kalaverse yana da mesela köprak mablag talep kılıp layihasi sertifikatlar olalım olsa, anonimli fukaralarımız için mahalle layihasi kredi mahsulatımız var. 50 milyon so'mgacha 5 yıl müddete beradi, 25%dan 2 yıl imtiyoz davri bilan. Bemalol uyda masalan 3 xil loyiha paketini, kamida 3 xil masalan 3 undan ortiq loyiha paketini tashkil qilib, o'zini oila a'zolarining bandligini ta'minlab, shu tadbirkorlik bilan shug'ullanishi mumkin. 50 milyon so'm, ya'ni plastik kartaga mikrokart shaklida tashlab beriladi. Keyin xabarlaringiz bormi yo'qmi? 14 mart yani şu 2025 yıl PK 103. sonlu kararımız çıktı. Aile ve Kadın Kızlarını Kollab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida. PK 103. sonlu kararı asasan şu öyle işsiz kadın kızlarının bandligini ta'minlash, ularni tadbirkorlikka jalb qilish, shu tadbirkorlik faoliyatini kengaytirish uchun hozir yuqorida aytib o'tgan kreditlarimiz, mesela jismoniy shaxslar o'zini o'zi band qilgan jismoniy shaxslar ajratiladigan kreditlarimiz 2% past stavkada ajratiladigan bo'ldi. Kadın kızlar. Mesela 25%dan hazır 17 milyonluk kreditimiz aytık biznese kömeği. Ya bu masa 25%dan mahalle layihasi kreditimiz var. 5 yıl müddete. Şula aynen 23%dan ajratıladi kadın kızlar. Şu tadbirkorlikning başlaşı, rivojlantirish uchun. Ana keyin eğer yuridik shaxslar bo'ladigan bo'lsa, yuridik shaxslar yangilikdan tashkil qilinma yoki o'zini mavjud faoliyatini kengaytiraman degan yuridik shaxslar uchun 312 sonli qaror asosan 100 milyon so'mgacha garovsiz, 100 milyondan oshgan qismina garov bilan 300 milyon so'mgacha ana likvidli mol-mulk garov ta'minoti evaziga berilib turibdi. Foiz stavkasi bizani Qo'shko'pir tumanimiz 4-toifaga mansub bo'lgani uchun 20% stavkada o'zi resurs 7 yil muddatga berilgan edi. Hozirgi kunda resursning qolgan muddati 6 yil 4 ay muddete berilib turibdi. 2 yil imtiyoz davri bilan beriladi. 3 yil. Bundan faoliyatine qarab kelib chiqib turibdi. Masalan, aynan hozir 312 sonli qaror bugungi kungacha uning imtiyozli hali bir qaror chiqib unda kredit ajratilmagan edi. Xohlagan yo'nalishi bor. Masalan, savdo-sotiq bilan shug'ullanib turgan tadbirkorlar bo'lsa, aylanma mablag' uchun 18 oy muddatga beradi. Yoki mesela savdo-sotiq bilan shug'ullanacak, lekin do'konini savdo narsani jihozlayacak. Jihoz uchun 3 yil muddatga beradi. Yana faoliyati mesela chorvachilik, go'sht yo'nalishi bo'lsa, qisqa muddat, lekin sut yo'nalishi bilan shug'ullanaman desa, 4 yil 5 yil uzoq muddatga berib turibdi bemalol. 20% stavkada ana yuridik shaxslar uchun kreditimiz bor. Bundan ham katta nimalar loyihalar bo'ladigan bo'lsa, bank o'zining resursidan yana ko'rib chiqib, buni taklif qilib bilamiz.
Özlerimiz, kredit mahsulatlarımız. Ana eğer bula boyunca düşünerli olsa, şu müracaatlarınız, birinçiden bir heyret yazıp alsak. Birinci müracaatçı mesela, bir de maliyem var bulmaca. Ne olmayız olsa, Ben özümün hayatımı hazır, özümden tarttım. Ben tartıştığım zamanında özümü hazır, 17 milyon so'm bilan cheklayacakman. Keyin agar özüm boshqa biladan bo'lsam shu yo'nalishimni, keyin yana 50 millionni tartib edecekman. Chorvachilik bo'yicha. Chorvachilik yo'nalishimiz 17 milyon so'm bilan hozir boshlab turacağız. Ha. Demek size biznesga ko'mak kredit mahsulotlarimizni taklif etib beramiz. Ana hozir hujjatlaringizni qabul qilib oladilar. Shu bo'yicha kelishmoqchilar. İkinci müracaatçımız Şamrat Suqrot. Assalomu alaykum. Ben Şamrat Suqrot. Qo'shko'pir tumani Gulzor mahallasidan xizmat qilaman. Sizlar imtiyozli kredit oila mahalla loyihasi bo'yicha imtiyozli kredit olsak edim. Son faaliyet hujjati shunday. Chorvachilik bo'yicha. Chorvachilik. Chorvachilik kengaytirish kerak. Siz hozir ana hujjatlaringizni qabul qilib oladilar. Mahalla loyihasi aynan shu bo'yicha sizga 50 milyon so'm rasmiylashtirsak bo'ladi. Rahmat. Vallahi. Sen chorvachilik faaliyat. Qaysi mahallada istiqomat qilasiz? Sizlarni olib qoladilar. Ana. Assalomu alaykum. Siz qaysi mahalla? Ne faaliyet turmuyor şu an? Sezon kredit zarurası şurada faaliyetiniz başlıyor. Anlamıyorum. Hazırlanan tertibini tushuntirdim, eshitdingiz, 5 yil muddatga beriladi. Endi ayol patent vizalari 23%dan 2 yil imtiyozlar bilan plastik shartlar mikroqarshilikni ajratiladi. Chiqqaningiz zarur hujjatlarni taqdim qilsangiz, mana kreditni rasmiylashtirib beradi. Rahmat. Yana qo'shimcha savollar yoki murojaatlar bo'lsa, bemalol ana vaqtda uchrashib beraverasizlar. Savol yo'qmi? Hozircha yo'q. Hammangizga rahmat. Murojaat bo'lsa, bemalol uchrashamiz. Katta rahmat.